Nega ifor sizni eng kuchli marketing vositangiz? Bizni miyamiz iforni 10 yildan ortiq eslab qoladi, ammo brend logotipini esa 10 daqiqa ichida unutadi. Ifor bu yagona hissiyot kanali. To'g'ridan-to'g'ri miyamizning emotsiyalar markaziga kiradi. Shuning uchun ham sizga bitta ifor yoqsa, bu faqat yoqimli emas, bu biologik reaksiya. Aroma marketing shuning uchun ishlaydi. Inson hidni ko'rmaydi, lekin his qiladi. U xotiraga aylanadi. Bu joy tinch edi, bu joy ishonchli edi, bu joy esa yoqimli edi. Senti har bitta joyga eshitilmaydigan reklama o'rnatadi. Hech bir so'zsiz, lekin har bir inson eslab qoladi. Aynan shunday hidlar mijozlarni qayta keltiradi, ishchilarga tinchlik beradi, brendga ishonch qo'shadi. Bu shunchaki difuzor emas, bu sizning brendingizni ko'rinmas ovozi. Hid orqali siz biz sifatli, tinch va ishonchliimiz deb aytasiz. Sizni qanday ifor bilan eslashsin? Kommentariyada yozing. Biz sizni brendingizga mos iforni bepul tavsiya qilamiz. Senti hid orqali esda qoladigan brendlar uchun.